Xitoy hökuməti Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Kişilik Hüquq Ali Komissari Michelle Bachelet'ning Beijing qishloq olimpiyadan keyin, ya'ni bu yilning dastlabki yarmida Sharqi Turkistonni ziyorat qilishni qabul qilgan. Janubiy Xitoy Atiyanlik pochta gazetining 27 yanvar bergan xabarda aytilishicha, vaziyatdan xabardor kishilar Xitoyning Michelle Bachelet'ning ziyorat taklifini qabul qilganligi, ammo bu ziyoratning do'stona ziyorat bo'lishi, tekshirishni maqsad qilmasligini talab qilganligini aytgan. Amerika va hukumati va bir qism g'arb parlamentlari Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'lon qilgan edi. Amerika Avam palatasi Xitoy bilan bo'lgan raqobatda Amerikani kuchaytirishga oid intoyin xalqaro bir qonunning oxirgi loyihasida birlikka kelgan. 2022 yillik Amerika raqobat qonuni deb atalgan Amerikaning iqtisod, texnologiya, xavfsizlik raqobat iqtidorini kuchaytirib, Xitoyga taqobil turishni maqsad qilgan bu loyihaga 250 milliard dollar mablag' ajratilgan. O'xshash bir loyiha o'tgan yili Kengash palatasi ma'qullangan bo'lib, Amerikaning yerim o'tkazgich kasbiga 52 milliard dollar, Amerikaning raqobat kuchini oshirish uchun 200 milliard dollar mablag' selish planlangan. Ma'lum bo'lishicha, Germaniya o'tgan yili Rossiyaning Myunxendagi bosh konsulxonasida ishlaydigan diplomatni qo'g'lab chiqargan. Xabar qilinishicha, Rossiyaga josuslik qilganligi uchun sudlanayotgan Elnurni ismli Rossiya fuqarosi bilan aloqalashgan va uchur topshirib olgan diplomatning qabul qilinmaydigan odam deb e'lon qilinganligi va davlatiga qo'g'langanligi bayon qilingan. Özək məsələsidəki qiyinchiliklarga qaramasdan Alma şirkəti maliyyə yilining 1-faslida Xitoyda rekord yaratdı. Setish mo'ljardan yuqori bo'ldi. Amerika şirkəti Xitoyda setilish eng yaxshi bo'lgan 4 telefonning biri bo'lib qoldi. Alma şirkəti maliyyə yilining 1-faslida setish summasini 11% oshirib, 123 milliard 900 million dollarga, sap foydasini 34 milliard 600 million dollarga yetkazdi. Xitoy Beijingda o'tkaziladigan qishliq olimpik tənərkət musobaqasiga mehmon bo'ladigan davlat va hukumat boshliqlari, qon jamiyati a'zolari va xalqaro tashkilotlarning boshliqlarining tizimligini e'lon qildi. Amerika, Angliya va Avstraliya buningdan ilgari Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qilmishlari va kishilik huquq dafsandichiligi sababidan 2022 yillik qishliq olimpik tənərkət musobaqasini diplomatik boykot qiladiganligini e'lon qilgan. Yaponiya qatorliq davlatlar kabinet vakillari o'miki va a'zolarini avatmaydiganligini bildirgan edi. Amerika texnika şirkəti Google Hindistondagi Bharti Telegraph şirkətiga 1 milliard dollar mablag' solganligini e'lon qildi. Google'ning bayonotida şirkətning Hindistonning raqamlik ekologiya sistemasiga davomli mablag' soladiganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Qirg'iziston bilan Tojikiston ikki davlat chegarasida butunlay urush to'xtatish to'g'risida kelishim hosil qilgan. 27 yanvar kechda ikki davlat fuqarolari o'tirsida yuz bergan jiddilik chegara mudofaa askarlari o'tirsidagi to'qinishga aylangan edi.